Marhamat, suhbatimizni boshlasak bo'ladi. Hurmatli komissiya a'zolari, men randomdan savollarni platformasini ochaman hozir. Nomzodda marjon taklif qilasizda. Hozir ko'rinyapti ekran. Ko'rinyapti aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli komissiya a'zolari. Demak, birinchi nomzodimiz Umar aka, uzr so'rayman. Hurmatli komissiya a'zolari, hozirgi suhbat jarayoni to'liq komissiya ishtirokida, boshqarma boshlig'i o'rinbosari raisligida Nurota tumani Temir-Qovoq mahallasi uchun nomzodlar birin-ketin suhbati o'tkaziladi. Marhamat, Nurota tumani mas'ullari nomzodlarni birin-ketinlikda taklif qilib, keyingi jarayonlarni davom ettirishlaringiz mumkin. tushunadi. Rahmat. Demak, birinchi nomzodimiz Saidqulov Ilhom Ikromovich, G'afur mahallasidan Temir-Qo'q mahallasi topshirgan. O'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. Hurmatli hay'at a'zolari, men Saidqulov Ilhom Ikromovich, G'afur mahallasida istiqomat qilaman. Ma'lumotim oliy. Temir-Qo'q mahallasida yoshlar yetakchisiga nomzodni topshirganman. Tayyor bo'lsangiz savollarga o'tib. Ekran ko'rindimi, hurmatli nomzod? Ko'rindi. Inklyuziv ta'lim to'g'risida ma'lumot bering. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiylashtirish nega muhim ahamiyat kasb etadi? Inklyuziv ta'lim bu alohida ta'lim yo'nalishi bo'lib, shu imkoniyati cheklangan nogironligi bor shaxslar uchun yo'naltirilgan. Bunda o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni alohida o'qituvchilar, alohida kadrlar ajratilgan holda ularni o'sha tengdoshlari qatori bilim berish nazarda tutilgan. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiylashtirish degan nega muhim ahamiyatga kasb etadi? Chunki nogironligi bor shaxslar ham qaysi nogironligi bor shaxslar, misol uchun, ularning aqliy salohiyati ba'zi bir sog'lom odamlarga ko'ra yuqoriroq bo'lishi mumkin. Misol uchun, ular rassomchilik yoki ma'lum bir aqliy salohiyatga ega bo'lishi mumkin, yoki oyog'i ishlamagan nogironligi bo'lgan shaxslar tikuvchilik, qizlarimiz aytgan tikuvchilik yo har xil qo'l mehnatiga asoslangan har xil hunarmandchiliklarga o'rgatsak, ular jamiyatda o'z o'rnini topish yanada ham osonlashadi. Ikkinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilning 1-dekabrdagi PF 209 farmoniga ko'ra qachondan boshlab barcha tuman shaharlarda mahalla byudjet tizimi amaliyotiga joriy etish belgilangan? 2024-yil 1-yanvardan boshlab mahalla byudjet tizimi amaliyoti joriy etish boshlangan. Uchinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlar agentligining yoshlarga davlat siyosati sohasidagi vakolatlarini sanab bering. Xo'sh, o'z vakolatlari ko'p. Endi ulardan sanaydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Yoshlar ishlar agentligi yoshlarga davlat siyosati ishlab chiqadi va uni amalga tatbiq etadi. Ikkinchisi, yoshlarga davlat siyosati to'g'risida qonunlar ishlab chiqarishda ishtirok etadi va amaliy takliflar kiritadi. Keyingisi, xo'sh, yana yoshlarga oid Xo'p, yana buni to'ldiraman keyinchalik. 3-savolda. 4-savol. Mahallalarda intellektual o'yinlar, xususan zakovat intellektual o'yinining o'tkazilishi ahamiyatini tushuntirib bering. Prezidentimiz o'zi muhtaram prezidentimiz farmoniga ko'ra zakovat o'yini tubdan nima qilish, xalq orasiga joriy etishda asosan ularning bilimlarini oshirish. Misol uchun, mahallalarda turli yosh nimalari mavjud. Turli yosh qatlamlari mavjud. Ularning intellektual salohiyati, bilim darajalarini oshirish uchun zakovat intellektual o'yini ular bo'sh vaqtini mazmun tashkil etish uchun ancha yordam beradi. 5-savol. Aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning ustuvor yo'nalishlari etib sportning qaysi turlari belgilangan? Nega aynan shu sport turlari? Biz bundan keladigan bo'lsak, o'sha musobaqalar, gandbol musobaqasi, futbol, voleybol, basketbol musobaqalari, shuningdek stol tennisi musobaqalari, o'sha 5 muhim tashabbus doirasidagi musobaqalar alohida ahamiyatga ega. Ular shu yoshlarning bo'sh vaqtini mazmun tashkil etish uchun qaratilgan asosiylari. Hozirgi kunda ham mahalla adashmasam, hozirgi kunda ham mahalla o'rtasida futbol turlari o'tkazilyapti.
Nimaga bo'ldi? E'tirozlar bormi? Yo'q. E'tirozlar? Savollarim yo'q, e'tirozlarim yo'q. Rahmat. Savol. Keyingi nomzodlarimiz Zoom'dan ishtirok etadi. O'zbek tashakkur qilamiz. Mana hurmatli komissiya a'zolarimiz, keyingi nomzod Yunusov Mahfumbek. O'zingizni tanishtirib, qayerda yashaysiz, nima ish qilasiz, o'rganaylik. Keyin orqa foningiz qanaqa nimada yuzingiz ko'rinmayapti yaxshi, Mahfumbek. Hozir chekka o'taman. Assalomu alaykum. Ism familiyam Yunus Maftumbek. Navoiy viloyati Navoiy shahrida yashayman. Bugungi kunda shu Nurota tuman Qizilcha mahallada ishlayman. Mahallada ijtimoiy xodim sifatida. O'zingiz qayerdansiz asli? Asli shu yerda Qizilchadanda Qizilcha qishlog'i. Shaharda yashayman. Ijtimoiy xodim bo'lib ishlaysiz, shundaymi? Qizilchada ijtimoiy xodim bo'lib ishlayman. Temurqo'q bilan Qizilchaning o'rtasida necha kilometr? 20 dan ziyodroqda 20. Rahmat, o'z savollarni chiqarib bergan. Bizlar aka nomzodimiz tayyor, sizlarga savollarni tayyorsangiz. Marhamat. Birinchi savol, qaysi hujjatga asosan O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tashkil etilgan? Bu savol Yoshlar ishlari agentligi. Buni aniq bilmadim. Ikkinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish va ularni biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 763 qaror mazmun mohiyatini tushuntirib bering. Bu qarorga asosan yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni yana biznes loyihalarini, biznes startaplarini ishga tushirish uchun davlat tomonidan ko'mak berish, ya'ni imtiyozli kreditlar ajratish, ularga shu biznesi uchun zarur asbob-uskunalarni ta'minlash va ularni bu bo'yicha qo'llab-quvvatlash uchun tuzilgan chora-tadbirlar tizimi hisoblanadi. Yoshlarni ish bilan bandligini ta'minlash asosan ular bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun. Uchinchi savol, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi PF 6017 farmoni mazmun mohiyatini aytib bering. Bu qarorni ham bilmadim.
To'garak tushunchasi va mahallada to'garaklar tashkil qilishning o'ziga xosligi to'g'risida ma'lumot bering. To'garak tushunchasi bu misol uchun fan to'garaklari, sport to'garaklari, shu yoshlarda vaqtini mazmunli o'tkazish, mahalladagi to'garaklar tashkil qilishning o'ziga xosligi. Misol uchun to'garaklar bu asosan uyushmagan yoshlarni uyushtirish uchun, ularni vaqtini mazmunli o'tkazish, ularga sportga bo'lgan qiziqishini orttirish, misol uchun ilmiy faoliyat bo'yicha fanlar yuzasidan ularni bilim darajasini oshirish, kitobxonlikka o'rgatish, ularni savodli qilish uchun to'garaklar zarur deb hisoblayman. 5-savol. Mamlakatimizda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qanday tanlov va musobaqalarni bilasiz? Mamlakatimiz yoshlarni tarbiyalash uchun asosan mana bu yosh kitobxon ko'rik tanlovi, 5 tashabbus olimpiadalari, bundan tashqari zakovat intellektual o'yinlari, keyin mana bu onlayn platformalar orqali Ibrat farzandlarini misol qilish mumkin. Keyin kitobxonlik ko'rgazmalari, kitobxonlik tanlovlari deganim. Keyin zakovat, shu yo'sindagi tadbirlar. Javobim shulardan iborat. Hurmatli nomzod, bitta savolda nima uchun ijtimoiydan yetakchi bo'lib o'tmoqchisiz mahallaga? Endi o'zim uncha ijtimoiy sohaga qiziqmasdim-da, shuning uchun. O'z boshida bu yerga ishga o'tishdan oldin ham yoshlarga topshirdim shaharga, lekin o'tkazishmagan edi, shunga bu yerga topshirdim. Uncha qiziqishim yo'qroq. Savollarga e'tiroz yo'qmi? Komissiyaga Yo'q. E'tiroz yo'q. rahmat. Javob demak shaxsiy komissiyaga boradi. Chiqib ketishingiz mumkin. Rahmat. Xo'p, rahmat. Hurmatli nomzod, kamerani yo'qoting. Keyingi nomzodimiz Rahmatullayev Ixtiyor. O'zingizni tanishtirib, nima ish qilasiz, qayerda o'qiysiz, qayerdansiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Ixtiyor Niyatulla o'g'liman. 1995 yil 18 sentyabr Noyob viloyati Xatirchi tumanida tug'ilganman. Hozircha ishsizman. Nuriddin qaysi mahallasida topshirgansiz? Temir oqmida. Marhamat, endi programma agar nomzodimiz tayyor, Ismat aka. Bitta o'qib javob berasiz. Bilganimga ham javob berib ketaversam bo'ladimi yo? Mayli, bilganingizni javob bering, qolganiga javobim yo'q deb aytsangiz. Birinchi savol. Prezident maktablari, Temurbek maktabi, ijod maktablari to'g'risida ma'lumot bering. Ushbu maktablarni tuzishning ahamiyatini tushuntiring debdi. Birinchi savolga Prezident maktablari, Temurbeklar maktabi va ijod maktablari iqtidorli va salohiyatli yoshlarni aniqlash, ularga chuqur bilim berish, liderlik va innovatsion fikrlash, ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida tashkil etilgan maktab. Bu maktablar
nima deydi, vatanparvarlik, zamonaviy dunyoqarashi yuqori bo'lgan yigit qizlar uchun ochilgan maktabda bilishim bo'yicha. Birinchi savolga endi qisqacha shu javobim. Ikkinchi savolga O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligining yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi vakolatlarini sanab bering debdi. Javobim yo'q. Mamlakatimizda iqtidorli va iste'dodli yoshlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash qanday tartibda amalga oshirilmoqda debdi. Iqtidorli yoshlar uchun nima deydi, mana bu maxsus grant, stipendiyalar, prezident mukofotlari, xalqaro o'quv ilmiy dasturlarga yuborish, maxsus grantlar ajratilganda bu yoshlar uchun. Qolgan savollarga javobim yo'q, bular bilmaymanman. Rahmat. Komissiyada e'tiroz bormi savolda? Yo'q, e'tirozim yo'q. Ishtirok uchun rahmat. Komissiya xulosasi shaxsiy komitaga yuboriladi. Rahmat, salomat bo'ling. Bormi yana nomzodlar? Son? Bor aka, o'zidan kiryapti, sundan kiryapti. Oxirgisi. Otabek degan kirish kerakda, Otabek. Muxtorov Otabek Ravshan o'g'li. Ajralib turibdi deb aytayapti lekin. Alo. Ha, kirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, navbatdagi nomzodimiz Muxtorov Otabek. O'zingizni tanishtiring, qayerda yashaysiz, nima ish qilasiz? Marhamat. Ismim Muxtorov Otabek Ravshan o'g'li. Navoiy viloyati Karmon tumanida yashayman, Ayronchi mahallasida. 93-yil tug'ilganman. Aloqa bankida ishlaganman 7 yil davomida. Keyin Telekomda ishlaganman. Ma'lumotim oliy bo'lmaganligi uchun keyin chiqib ketganman. Keyin ma'lumotim o'zi tugallanmagan oliy. Harakat qilaman o'zi yana davlat tashkilotlariga kirishga. Shunga yoshlar yetakchisiga qabul qilindim. Faqat suhbat qolib testlardan o'tganman. Hurmatli nomzod, agar ro'lda bo'lsangiz, bitta joyga to'xtab olsangiz yaxshi bo'lardi. To'xtab o'tiribman hozir. To'xtab, men ko'rinolmayapmi yo'qmi sizlarga? Ko'ryapsiz, telefon qimirlatyapsiz, shunga aytdim. To'xtab Agar turibman. savollarga tayyor bo'lsangiz, marhamat. Endi programmasi orqali savollar beriladi. Bitta o'qib, javobni berib ketaverasiz. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrdagi PF 209-sonli farmoniga ko'ra mahalla yettiligining kollegial qarorlari asosida ko'rsatilgan ijtimoiy yordam va ajratilgan subsidiyalar yoshlar yetakchisi tomonidan shakllantiriladigan hujjatlar soni nechta? Subsidiyalar
sonini to'liq bilmayman, lekin kerakli bo'ladigan hujjatlar. Xo'sh, subsidiyalar, oilaviy ahvoli, keyin ishlash joyi va oila oila er-xotin yosh ko'rsatiladi. Yana qaysi edi? Agar bilmasangiz keyingisini o'qib ketaverasiz. Keyingi saviyadagi O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznes qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida gapirib bering. O'zbekiston 2030 yil strategiyasi yoshlar. Bu qaysi ma'noda gapirib berishim kerak buni? Yozilgan shu yerda. Davlat dasturi to'g'risida gapirib berish kerak. O'zbekiston 2030 strategiyasida yoshlar va biznes qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida. Yoshlarni, hozirgi ishsiz yurgan yoshlarni kredit mablag'lari bilan ta'minlab, ularni o'z ish faoliyati bilan band qilish, ularga keyin o'zini qiziqtirgan sohasi bo'yicha chorvachilik, dehqonchilik yoki bo'lmasam bir ishlab chiqarish sohalari bo'yicha ularga uzoq muddatli kreditlar, kam foizli kreditlar ajratib, ularni 2030 strategiyasi yoshlar biznes qo'llab-quvvatlash yiligacha olib chiqish, ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash asosiy maqsad. Uchinchisiga o'taman. Yosh mutaxassis deganda kimlar tushuniladi? Ularga qonunchilikda qanday imtiyozlar nazarda tutilgan? Yosh mutaxassis deganda xo'sh, oliy ma'lumotli yosh mutaxassislar tushuniladi. O'z sohasida bakalavr sohasini bitirib kelgan yosh mutaxassis tushuniladi. Ularga qonunchilikda qanday imtiyozlar ajratilgan? Imtiyozlarni bilmadim. Yoshlar balansi, yoshlar daftari va yoshlar portali nima? Ularning bir-biridan farqi nimada? Yoshlar balansi ishsiz va ishli yoshlarni o'rganish, yoshlar daftari oilaviy yoshlarni yoshlar daftariga kiritish, ish bilan ta'minlanmaganliklarini bilish maqsadida yoshlar daftari tuzilgan. Yoshlar portali bu to'g'ridan to'g'ri yoshlar portali onlayn portal bo'lib, onlayn murojaatlar tushadigan portal hisoblanadi. Konstitutsiya, keyingisi 5-savol. Konstitutsiya necha bob, nechta bo'lim va nechta moddalardan iborat? Konstitutsiya 266 tami? Yo'q. Hozir bir minut o'ylab olsam bo'ladimi? Maqsangiz? O'ylab olsam bo'ladimi? Qo'lingizdagi telefondan foydalanish mumkin emas faqat. Hurmatli nomzod, vaqt bo'yicha reglament belgilanganda reglamentdan chiqib ketishimiz mumkin emasda. Bu beriladigan savollar menimcha to'g'ri beriladigan javob bo'ladimi? Konstitutsiya necha bob, necha bo'lim, necha moddadan iboratligi. Buni bilmadim, lekin necha modda, necha nimadan iborat buni yodimda yo'q. Ha. Barcha savollarga javobingiz bo'ldimi, tugadimi? Tugadi aka. Ha. Ishtirokingiz uchun rahmat. Shaxsiy karantinga jo'natiladi sizga javoblar. Xo'p. Boshqa nomzod bormi? Assalomu alaykum. Hurmatli mas'ullar, uzr so'rayman. Azam Samatovich, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishtirok o'zim, Azam Samatovich.
Ha, eshitilyapti, uzilib kelyapti-da. Assalomu alaykum. Umar aka, Labay, yoningizda kim bu? hech kim. Ha, yoningizda nomzodlar tugadimi? Tugagan nomzoddan bitta nomzod chiqib ketdi, tamam. Yoningizdagi nomzodlar tugadimi? Tugadi, bir dona bo'lib chiqib ketdi. Bizada Ovoz uzr kelmayapti. so'rayman, bizga eski zapis qoldi, yoningizda nomzod ekanini fikr bildirdim. Ha. Uzr, marhamat davom etinglar. Uzr so'rayman. Ha, tugadi, tamam. Tugadimi? Nomzod qolmadimi? Yo'q, nomzod qolmadi, tugadi. Ha. Sonraga tugabdi, nomzodlar qolmagan, tugatsagan bo'ladi. Bo'ladi. Aziz aka, rahmat. Komissiya Rahmat. rahmat, ishlaga omad, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat.